Assalomu alaykum aziz obunachilar, navbatdagi videomiz MTS ko'chada zamon tipda qurilgan 2 qavatli hovli joyimiz sotib ochildi. Hovli joyimizni 19190 metr kvadrat ekan. Xullas Yevropason fasadlardan byurodan qurilgan, garajına ega, Williamson Muramina ajoyib balkonlar ega ekan. Xullas ikkita joyimiz bir-biridan go'zal qurilgan, biri sotilgan, endi biri sotib qo'yilgan. Kanalizatsiyalar ellaridan yana chiqqan. Otizlarimiz ko'chamiz ham yana keng ko'chada ekan bo'ladi. Xullas xatochun to'la urilib, fasadlarni zo'rasi yo'qilgan ekan. Kanalimizni yangizdan like esdan chiqmadi, hurmatli obunachilar. Yana görüşler bugün. Joyini ikkilamchi qilsam bo'ladi. Panoramli oynalarimiz, svetimizni, gazimizni, suvlarimizni hisoblayichlari bor. Oyoq telamiz yine muramur burchakka yine. Xullas joy dum mustahkamlik qurilgan ekan. Joyimizni elde 10 metrlik so'rab bergan obunachilarga ajoyib taklif bilan suvlar chiqqan, montajlari bor. Bismillahirrohmanirrohim deb olg'irasak. Kafel bo'lgani, obunachilar. Chiroyli kafellar. Rafayna zonamiz ekan. Avtomatlar, prixoshkalarimiz yine. Xullas yap bo'lishi mumkin emas. Til ojiz deydi-ku, berimiz hol qismimiz yana patoloqlar emlikdan niya bishnet tutilgan ekan. Xullas endi televizor zonamiz. Xullas bendan bemalol foydalansa bo'ladi. Tunuslari bu xonamiz yine mehmonxonamiz. Bu yerda shlifovka bo'lib, taxtalar yog'ochda qaqilgan ekan. Plyuslar ham bor. Xullas oboy kombinatsiyasi bilan ham lipga, po'kak emas, xavozalar. Podolna ega, benimiz televizor zonamiz. Dum chiroyli sinman o'tgan ekan. Ijozasiz o'tilgan. Joy xullas ilgari joyni 1 yil fundamentida so'qilatib 3-4 yilda quriladi. Bu joy shunday qurilganki, joyni o'zi o'tirib bo'lgan joy. Xullas obunachilar. Pishgan xom aralash ikki ko'shning o'rtasidagi paxsamiz 100% pishgan ko'rish ekan. Endi bu tomonimiz litsenziyamiz ikkinchi qavatga chiqib ketadi. Ahamiyat bersangiz yana eshiklarimiz ham high-tech variantdagi eshiklar. Bu endi hojatxona moslangan ekan. Oshxonamiz dum keng ekan obunachilar, oshxonamiz yana. Fotoğraflarimiz ham bu yerda qora svet natijalari tanlangan. Portqo'londan kafellar bo'lgan ekan. Bu yerimiz bog' tomonida. Bu ham televizor zona kabellari kelib turibdi ekan. Endi navbatga kelsak, bir ixchamni spanimiz ekan. Bu yer ovoy. Bundan e'tibor bersangiz, kulchati razvedkalarni chiroylatib qo'yilgan ekan. Bendan fotoğraflarimiz ham chiroyli sondan natijalar tanlangan ekan. Yine toplik bo'lgan mexanizmlari bu yerda vonna joyimiz obunachilar. Bu yerda rakoinamiz bor ekan. Vonnamiz, unitazimiz, kafel bo'lgan yana aristollarimiz ham bor ekan. Eshiklarimiz hozirgi kunda trend eshiklardan qo'yilgan ekan. Xullas endi ikkinchi qavatga chiqsak, yine ikkinchi qavatimiz obunachilar. İkinci qavatımızda bir xonamiz bu yerda yana. Niya vishniyati tutilgan ekan. Bu hol qismimiz balkoni bor. Yine balkon. Bendan patoloqlarini chiroylatib naqsh berilgan ekan. Sanujellarni bu yerda yana bir xonamiz. Общий 5 xonaga boradi. Sanujellar bor. Unitaz vannamiz bor ekan. Shunda narxi chasumli uchun 82 ming dollar lokatsiya
MTS ko'cha. Aloqa uchun nominasiyadami? Size aloqa uchun 88 601 70 70 88 510 30 numaraga chiqasiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.